Ayrıca bu showroom kvartiramizga keldik. Boya ko'rsatgan projemni. Xudo xolasa kuxnya tarafidan boshlaymiz. Bilan tanishtirib o'taman. Kuxnyamiz mana mebellar, bitoy texnikalar qoladi. Hamma kvartirada da bo'ladi. Ayrıca bu showroom kvartiramiz hozir bunaqa ko'ringani bilan juda ajoyib jihozlangan bo'ladi. Eng ustki qismlarda bo'ladi и birinchi etajlarda bo'ladi. Agar o'tinglar, salondan, zaldan to'g'ri chiqsanglar bo'ladi. Yana ham ko'rsataman. Hamma narsasi juda ajoyib jihozlangan. Bu kirishimiz va chiroyli shkaflar bilan, mebellar bilan ajoyib joylashgan. Bu yerimiz mana zal, ko'rib turganinglardek. Mana chiroyli qilib dizayn qilib qo'yibdi. Xohlasanglar har doim aytib o'tganimdek shu shaklda ham topshirsa bo'ladi. Xohlasanglar o'zingiz xohlagan shaklda topshirishadi. Bu yerdan ham terasga chiqish bor. Вообще ajoyib jihozlangan. Ko'pchilik shu turishida olaman deydi, shuncha aytib o'tamiz biz. Общий sanuzel. Mana bu yerimizda ham mana ham sanuzel bor, ham kirmoshin bu narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mehmonlar uchun spalni, o'zini sanuzeli bor. Ajoyib jihozlangan. Mana bu yerdan mana mehmonlar kelgan vaqtda yopib qo'yasizlar. Bemalol dam olaveradi, siz bolalaringiz bilan bemalol dam olaverasizlar. Birinchi yotoqxonamiz, detskiy sanuzel bu yerda ham. Bu yerda ham yana bitta detskiy. Asosiy yotoqxonamizning sanuzeli o'zini shaxsiy. Hozir spalnini ko'rib turibsizlarmi? Вообще dahshat jihozlangan. Bu yer yopib qo'ysanglar ham bo'ladi, ochiq turgani yaxshi menimcha, kengroq ko'rinadi. Jihozlanishini ko'rib turibsizlar. Aytib o'tganimdek, kimga qanaqa vaziyat kerak bo'lsa, remont asos nimada? Remont masalasi bo'yicha chiroyli qilib kelishtirib gaplashib beramiz hamma narsani.